Amerika YouTube kanalini O'zbekistondan turib qanday qilib 1 minutda ochsak bo'ladi? Buning uchun bizga kerak bo'ladigan asosiy narsa bu kar mushuk va ozgincha tuz. Asallashdim. Bizga kerak bo'ladigan narsa bu notebook yoki telefon, siz Gmail pochtangiz va YouTube. YouTube'ga kiramiz. Gmail pochtangiz orqali shu yerga kanal sozdать degan knopkasini bosamiz va kanalimizning nomini qo'yishimiz kerak. Masalan, bizda kanalimizning nomi Mushuk bo'lsin. Mushuk so'zini shu yerga yozamiz. Mushuk. Tak, mana bizda sozdать kanal degan knopkasi chiqdi. Sozdать kanal ustiga bosamiz. Mana do'stlar, kanalimiz ochildi. Endi kanalimizni sozlab chiqamiz. Amerikanskiy YouTube bo'lishi uchun asosiysi bizga kerak bo'ladigan narsa bu настройкаga kiramiz. Shu yerda menda Qozog'iston deb yozib turibdi. Sizda O'zbekiston yoki boshqa davlat yozilib turishi mumkin. Shu joyimizda O'zbekiston emas, Qozog'iston emas, Amerika deb qo'yamiz, ya'ni США. Tvorческий studiya bo'limiga o'tamiz. Tvorческий studiya bo'limiga o'tganimizdan keyin shu yerda настройка bo'limiga kiramiz va shu yerda kanal degan yozuv bor. Kanal degan yozuvni ustiga bosib, strana проживания. U yerni ham O'zbekiston emas, США deb qo'yamiz. Undan keyin ключевые слова, ya'ni kanalizani odam ko'proq rekka chiqish uchun, videolaringiz tez-tez otib ketish uchun ключевой slovlarni qo'yib qo'yamiz. Ya'ni inglizchalab cat deb yozamiz. Mushuk, cat. Undan keyin saqlanib qilamiz. Mana do'stlar, bizda Amerika YouTube kanali ochildi. Bundan keyingi videolarda Amerika YouTube kanaliga qanday qilib video qo'yishni sizlarga ko'rsataman. Video kommentariyasida 77 sonini yozib qoldiring. Men sizga Amerika kanalini qanday to'g'ri ochish kerak va uni sozlash kerak, shu haqida batafsil ma'lumot bilan bo'lishaman.